Assalomu alaykum qarindoshlar. Mush lider bo'lib chiqib bu davoni o'zimning keng doirada olib borayotgan masalan o'zinglar bilasizlar, men dunyodagi hamma davoga yetakchilik qilyapman, ham tashviqot qilyapman, ham qo'zg'ash xarakterli nutqlarni so'zlayapman, ham o'zimni Amerika tashqi ishlar ministri, Oq saroy, Amerika kongressi, kishilik huquq tashkilotlari va uningdan boshqa tadqiqotchilar bilan hamkorlashib Uyg'urning lager masalasi, Uyg'urning ozodlik masalasi uchun o'xshashlar. Burun Dünya Uyg'ur qurultayida rais vaqtimda qanday qilgan bo'lsam, uningdan necha oshirib, chunki xalqimizning vazifasi ig'irlashib ketdi, dardi ig'irlashib ketgachga nechasi oshirib, yenimga o'zim bilan birga ishlaydigan fidokorlarni akilib, Oqsaroyning oldidan ofis ilib, sizlarga o'xshash qarindoshlarimning bergan tiyinlari bilan mushadi odam ishlatib, ya'ni o'xshash da'vo qilyapman. Men ham butun tashkilotlar bilan hamkorlashyapman. Bugun sizlarga shuni so'zlashdagi sababim, men o'zimninki O'rta Osiyodagi vakilim qilib, Qahramon G'ujambadini belgilagan. Qahramon G'ujambadini men 12 yildan beri o'zimga vakil qildim. Chunki vaqt Dunyo huquqiy raisdim. Hozir Qahramon G'ujambadi birinchi hech cho'ngib qoldi. Ikkinchi salomatligi yaxshi emas. Üçüncü intayin aldırışken Dünya Uyghur Qurultayının vazifasini yaptı. Endi asli qoida bo'yicha liderlarning ki vakili xos liderga vakil bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi yerdan vazifa olsa uni bekor qo'yamiz. Shunga men Qahramon G'ujambadiningki o'zininki aldirash xizmati bor vaqtida yukni ig'irlashtirib etmasligi uchun Qahramon G'ujambadining o'zimning vakil bo'lgan Rabia Qadir lider ofisinin, yani Rabia Qadir manevi anının vakillik salayetini bugünden başlap to'xtatdim. Shuningdan Qahramon G'ujambadi ham O'rta Osiyodagi qarindoshlarım ham xabardor bo'lib qolsin. Qahramon G'ujambadi bundan keyin mening vakilim emas, lekin mening yana men bir saptishim va do'stim va inqilobdishim davomli hamkorlashib ishlayman. Xo'sh, endi uning o'rniga kimni bekitdingiz degan gap kelib qoladi. Uning o'rniga men Talg'ar noyasi Tuzli Bastov degan bir mahallaning nihoyat cho'ng bir yigit beshini bekitdim. U bo'lsa Turg'an Ro'zaxon o'g'li. Turg'an Ro'zaxon o'g'li u meningki Qozog'iston territoriyasidagi to'liq vakillik salohiyati bilan bugundan tortib sizlarga e'lon qilaman, mening vakilim bo'ladi. Burun meningki Dilmurod Shaydurov degan bir vakilim bor. U hozirmi vakil? U Rossiya tabasidagi vakilim bo'ladi. Chunki o'zi Qozonda, Tataristonning Qozon degan yerda turyapti. Shunda bo'lg'ashqa Rossiya tabaligiga u bola bo'ladi. Qozog'iston tabaligida bu balımız bo'ladi. Endi Qirg'iziston tabaligini men ortiq hoji bilan maslahatlashib, yaqinda e'lon qilaman. Shuningdan xabaringlar bo'lib qolsin. Sizlarningki bu bizning yigitbeshi Turg'anjon Ro'zaxon degan balimizni qo'llashinglarni, Robiya xonimning vakili deb e'tirof qilishinglarni, shuning bilan birga men Tursunojim, Komilojim va shu yerdagi nurg'un bolalar, Hamidlar hammanglarga topshiraman. Mush balani yetaklab, mush balimiz bilan birga hamkorlashib, butun Qozog'istondagi ziyolilar va biznesmenlar va Qozog'istondagi inqilobchilar ve Qahramon G'ujambadimi hatta mush balimiz bilan hamkorlashib, nihoyat yaxshi hamkorlashib ishlab ketishinglarni umid qilaman. Men bu balamga utuq tilayman.